Boshladingizmi? Ha. Qarang, bo'lish mumkin bo'lgan xatoliklarni qaraymiz. Birinchisi bo'lishi mumkin küvetadan. Mana küvetani ko'ryapsizmi? Menga birinchidan tushgan yo'q. Menga tushgandek bo'lyapti, lekin menda qarayapman, sarazi bildimki bu botiqroqda tubi. Biz mana bunaqa bizda epindor bor. Bu yerda mana bu ham prozrachniy, bu ham prozrachniy, lekin shaffofda. Buni mexanizm optik nurga asoslangan. Nur o'tsa bo'ldi. Optik aniqlab beradi ivishni. Haligi soqalilar borki, tirr qiladigan. Ular mexanik deyiladi ular. Mana buni bosyapman. Endi mana uni ko'rsatdim birinchi mana. Qaysi biri uzun? Mana. Buni uzunroq, ha? Endi bu ikkab kelyapman. Buni uzunroq bo'lganligi uchun agar tubi tagiga tegsa, bu bundan ko'ra ko'tarinroq turish kerakmi? Mantiqan. Mana buni qo'ysam, bu ko'tarinib turibdi. Lekin buni qo'ysam botib ketyapti. Bu chunki yarmida qolib ketyapti. Endi masalan nima bo'layotgan bo'lishi mumkin? Buni nur o'tayotgan, ayni nur o'tayotgan joy bor-ku. Buni tubiga to'g'ri kelib qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu aynan mana pastiga emas, mana ayni tubiga yo tubidan sal yuqoriroqdir balkim. Endi bilmayman lekin. Shunaqa bo'layotgan bo'lsa, hozir shuni farqlash uchun ikkalasiga analiz qo'yib ko'ramiz. Qani nima bo'lyapti? Bunga ham bitta odamdan bir xil analizlar qo'yib ko'ramiz. Yaptı. 38 sekund. Birbirine geldi. Çıkayaptimi? Mikrofon olyaptimi? Ketdi. Qo'li yetdi. Foizini ko'ring. Fibrigenni qo'yib ko'ramiz. Bu ham ilida hisob. Testdan fibrigen tanlab olamiz. Isbot fakt bunaqa bo'ladi. Tasdig'ini topadi-da. Balkim hozir bu bitta joy yaxshi ko'rsatmayotganda. Ha, bunaqa bo'lish ehtimoli juda ham kam. Juda ham kam. 99% ehtimol bilan ham bununda bo'lyapti problema. 99. Ya'ni 100 bo'lmasa endi yana ham bilmadim. Prosta bu bog'log'i bo'lib ketmasin deb aytyapman. 50 galikdan solib qo'yamiz. Qanday zatir? Ha. Yana hozirgi boyaginiki. 41 sekin qotgandan keyin konsentratsiya past ko'rsatdi-da. Ammo past ko'rdingizmi? 99% ehtimol bilan. Просто naganish quruq o'zi turibdi. Ketdi-a? Bu o'zicha o'lchamoqchi bo'lyapti. Hozir nur o'tqizyapti. Nima bo'lganini yo'q. Hozir buni kuyitani menimcha o'sha ayni tubiga to'g'ri kelib qolyapti ekran. Shu bo'lganingdan keyin bir-biridan baland bo'lsa, halal tushunib bo'lar ekan. Buni to'qqizdan kichkina son chiqsa, shu bo'lganingizda chiqarsan bor. Unaqa bo'lar ekan. Kuyetadan ikki xil ko'rsatadi. Bu farqi yo'q, bilgan yo'q nima qilayotgan. Bitta irishda nima qilib o'lchalmayapti. Hozir hech narsa qo'ymasam chiqarib beradi. Ishoning. Boyigacha bir banan ko'rsatchi ikki ketyapti. Yo'q, o'sha nima bo'lsa ko'rsatib beryapti-ku. O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Bu faqat küvetadanmi yo Küvetadan. Hozir yana eksperiment qilib beraman ekran yana. Mana avtoshaytdan. 100 astag'firullah tovag'im 99.9% küvetadan. Mana 208 mana chotga berdi balki borib. Qani bunisini ko'raylik. Chota ideal berdi-da. Mana 12.8 chiqish kerak edi-ku. Ha. 12.9. Ha, bu. Kaç kuyutunu olish kerak mana. Ideal mana. 12.8 chiqish kerak edi. 12.8, 12.9. Endi yana o'zimiz kichkinadan qo'yasiz o'ziznikiga. Endi o'zinikidan imini qo'llangdagini kiritishlar kerak-da. Mana 12.8. Aka, joyiga ketdi. Endi marog'iga kelib. Bu ham 12.8 chiqsin, ya Allohim. Muhti. Ikrom nima ko'ryapsizmi? Yordim. Olov bo'ldi, olov. Yo'q, endi bu Mana buniki bilan
Mana buni 12.8 bo'ladi. Mana 12.8. Ha, bu yarim soat o'tgani hisobiga. Ha, shunaqa- ben boya aytdim-ku, Regit baromiga endi keldi. 13.7, 13.8 qoldi-ku. Endi bir xil chiqdi. Ko'rdingizmi? Hmm. Endi masalani ikkinchi tarafi borki, katta küvetada qo'yib ko'rish kerak. ya bo'ldigi, katta kuyetadan 100%. Ha, bir qo'yib ko'ring Bitta xohlasangiz. qo'yib ko'ramiz. Qani. Ne, shuni. Hop. Mana bu 708. Qolagan javobini chiqaryapti hozircha. qarshi bir xil chiqib qoldi. Ha, chiqmaydi. Chakmasiga Kral. bo'lmaydi lekin, mana.